Mana ko'pincha kambag'allik to'g'risida gapirishadi, pul yetmaydi, qarzga botganmiz deyiladi, lekin shu kambag'allik qanaqa boshlangan? Kambag'allik mana shu yetishmovchilik bu jarayon, bu koinotdagi salbiy kuchlarning ishi. Buni kambag'allik bu aybmi deb ko'pchilik gapiradi. Kambag'allikda ayb, bu juda ham katta kamchilik. Bu kambag'allikni yo'qotish kerak, uni endi sabablarini bilish kerak, qanaqa boshlanishini ham bilish kerak. Buni endi sabablari turli xil. Birinchidan ko'pchilik ishlashni xohlamaydi, ko'pchilik o'zini ong ostidagi salbiy programmalar bo'ladi, o'sha natijasida energiyasi yetishmaydi. Endi hamma turli uni sabablari har xil, hammada har xil, uning uchun individual ishlash kerak. Lekin men bir hozir o'sha kambag'allikga kirib kelish jarayonini gapirib bermoqchiman. Bunga bir ayol aytdiki, mana shunday paytimdan dedi, man juda ham dedi o'zi boylikka, o'zi boy oilada katta bo'lganman dedi, boylikka qiziqqanman dedi. O'sha paytda dedi 90-yillarda birdan savdogarlik bilan shug'ullanish, borib dedi chet eldan mol olib kelib o'ta sotish dedi, shunaqangi dedi yaxshi yo'lga qo'yilgan dedi. Men studentlik paytimdan dedi borib optik bozordan borib mol olib kelardim dedi, keyin borib har xil uchrejeniyalarga borardim dedi, o'tga borib bog'chalarga, maktablarga, o'qituvchilarga borib sotib shunaqa qilib pul qilib, keyinchalik dedi institut bitirganimdan keyin o'zim do'konimni ochganman, yaxshi ishlayapman. Endi yoshim dedi 30ga kirib qolganini bilmay qolman, turmushga chiqish kerak, bola chaqa qilish kerak deb o'ylanib qoldim, lekin dedi unaqangi bir yaxshi oiladan sovchi ham kelmadi. Keyin dedi mana shu o'zim do'konimda guruchlik bo'lib ishlayotgan bitta bola dedi, qarasam endi qanaqadir muomalasi yaxshi ekan dedi. Keyin uni gaplashib qolib dedi, sekin asta qarasamda endi yaxshi gapiryapti, qanaqadir bir munosabat paydo bo'ldi dedi. Keyin o'zi sovchi yursam maylim deganda, mayli, men turmushga chiqishim kerak dedim. Keyin deydi o'shanga turmushga chiqdim, lekin oilasi juda ham kambag'al edi. Uni o'sha paytda sezuvdim ham dedi. Ularni qilgan sarpasdan ham bildim dedi. Uni keyin unaqangi yashaydigan sirazi to'ydan keyin o'zinglar uy qilinglar, o'zinglar uy joy qilasizlar deb qaynonam o'sha dedi, bizani unaqa qilib, ota-onangning puli bor deb. Keyin ota-onam lekin menga uy ajratmadi. Keyin yana usilni ishlashim kerak deb, menda o'zimda ishonch katta edi dedi. Keyin dedi o'sha ipotekaga uy oldik dedi. Uni to'lashim kerak dedi. Erim boshda yordamlashib yurdi dedi. Birinchi bolam tug'ilgancha dedi, yaxshi ishlab yurdi dedi, unchalik bilinmadi. Keyin dedi ikkinchi bolam tug'ilgandan keyin dedi, sekin asta shu borib tovarlarni olib borayotganda belim og'ridi, u yog'im og'ridi, bu yog'im og'ridi deb uyda yotadigan bo'ldi. Chunki o'zimizning uyimiz, unda endi ota-onasi uni koyimaydi, hech kim hech narsa demaydi. Men deydi u yoqda do'konda yuribman, ishimdan ham bir nechta ish olganman. Undan keyin u uyda yot dedi, keyin boshqa guruchliklar olishga majbur bo'ldim. Keyin tuzalgandan keyin chiqib ishlasa, keyin yana har xil bahonalar qiladi. Ishlamaslik oxiri shu ikkinchi bolam tug'ilib dedi, o'sha ularni bog'chaga berganimda bemalol uyda yotadigan, dumalab yotadigan odat chiqardi dedi. Keyin men mayli bolalarning otasiga oldin barib ishlardim-ku, shu bo'lmasa ham degandim, lekin men qattiq yanglishgan ekanman, chunki u antiki uydagi mebel emas, divan, kreslo emas, u живой odam. U o'zini juda ham katta ta'siri bor ekan dedi. Shunda sekin asta menda dedi nima boshlandi? Shu do'konimda endi uni arendasini to'lash kerak, nalog to'lash kerak, yangi tovarlar olish kerak. O'shanga pul yetmay qolganda keyin birinchi qarz olib dedi. Qarzni dedi o'zi olmadim dedi, ki majbur bo'ldim kredit olishga dedi. Keyin kreditni ham dedi, kredit bilan yopadigan bo'ldim dedi. Sekin asta boshim dedi o'sha постоянно хронический qarzga, kreditga kirib ketdi. Erimga gapirsam, hech narsa qilmaydi, sekin asta bo'ladi deb, hali ipotekani ham oxirigacha to'laganimiz yo'q. Shu meni ayol boshimga dedi, shuncha dedi qarzlar, shuncha kreditlar, shuncha to'laydigan narsalar, shuni целый список o'shalarni to'lashim kerak dedi. Lekin dedi sekin asta dedi, men uyimga o'sha kambag'allikni kirib kelganini men bilmay qoldim dedi. Birinchi navbatda dedi, men o'sha ro'zg'orimda o'sha dedi yeguliklarni ham dedi shu arzonni oladigan bo'ldim. Bozorga borganimda ham bir eng arzon, shu sifatsiz bo'lsa ham olib kelardim, mayli bir amallab bir ovqatim qilishim kerak dedi. Undan keyin dedi kiyimlar ham borgan sari eskara boshladi, oldingidek brend va odejda shunaqa narsalar emas dedi, mayli arzonroq bo'lsa ham mayli yengil deb dedi, o'sha arzon kiyimga ham sekin ko'nika boshladim dedi. Ana undan keyin oldingida deydi o'rtoqlarimni uchrashib qanaqadir qimmat restoran, kafelarga borish, ular ham hammasi sekin asta yo'qoldi dedi. Bu endi gestalt terapiya deyiladi. Bu demak bizning ehtiyojimiz agar qondirilmasa o'zini yo'q bo'lib ketadi. Bu ehtiyojimiz bizga qanaqadir katta energiya bergan, o'sha energiya oladigan manbalar kamayib ketgandan keyin bu ayolda o'sha energiya ham qolmadi dedi. Qarz постоянно dedi, kredit bu dedi постоянно dedi. Keyin u ham naqamaganda yetmay qolib bir marta dedi, o'sha qarasam do'konimni olib qo'yadigan, keyin borib Lombardga bu tilalarimni
topshirishga majbur bo'ldim dedi. To'lay olmadim, tili ham ketdi dedi. Ana undan keyin dedi, yetmay qolganda dedi, sekin asta men uydagi o'sha qimmatbaho o'zim mana to'yimga qilingan qimmatbahoda yaponskiy servisim bor edi, o'shani sotishga majbur bo'ldim. Keyin xrustallarim ketdi dedi. Lekin bu pullar bir pasdagi bir haftada o'zi yo'q bo'lib ketdi. Erim turib ishlamaydi. Men o'zim mana sekin asta dedi, shu uydagi narsalarni sotishni boshladim dedi. Ana keyin bolalarim ham dedi, shu narsaga o'rgandi. Erim baqirib tashardi, bir narsa olaman desa, yo'q, pul yo'q degan gapni gapiradi. So'rama deb deydi, bolalar ham deydi. Dasha magazinga borganda shu narsani oling deb boshqa bolalarga o'xshab har xil qilmaydi deb, pulingiz bormi, ola olasizmi, bu narsa qimmat emasmi deb bechora bolalarim shunaqa gaplarni gapiradigan bo'ldi deydi. Keyin men ham orzu qilgandim bolalarim deydi, qanaqadir sportga berishga yo bo'lmasa muzikaga berishga, chet tillarni o'rganishga deb orzu qilgandim deydi. U narsa deydi umuman orzu bo'lib qoldi, men hech qanaqangi u narsani qila olmadim. Sekin asta deydi, yana shu uyimdan baraka keta boshladi. Bu nimadan bildim dedi. Shu uydagi qimmatbaho keyin uyimda shu o'zim adam qilgan juda ham yaxshi bitta gilam bor edi, Eron gilami. O'sha dedi kuyaya boshladi. Hayron qoldim, nimaga o'zimiz uyimizda qachonlardir olingan gilamlar shuna yaxshi turibdi, lekin meni uyimdagi kuyaya boshladi dedi. Keyin qishlik kiyimlar ham dedi o'zidan o'zi kuya kelib dedi, kuyaya boshlaydi. Endi buni sababi biz mana oldin o'sha hasharotlar, uyda paydo bo'lgan hasharotlarni sababini bilganda, mana shu uyda bu kuya qachon o'zidan paydo bo'ladi. Kuya bu o'sha shirstinoy narsani o'zidan, buyum o'zidan paydo bo'ladi. Agar shunaqa energetika bo'lsa uyda. Ana bu uyda buni eri bekorsoz bo'lib yotibdi. Ana bu narsa o'zini o'zi yemirish degani. Demak, ayoliga, bolalarga rahmi kelmayapti, turib borib ishlab pul topish o'rniga bemalol yotgandan keyin ana bu yerda o'sha ayol o'zini ichki energiyasini yemiryapti. Ana bu yerda kuyalar paydo bo'ladi. U ham dedi, bunga doказательство, isbot dedi. Keyin ana dedi, mosh, guruch, bu unlarning ichida dedi meta chiqadigan bo'ldi dedi. Men 2 kilogramdan oshiq ola olmayman. Даже ekonom qilib sal ko'proq olib qolay deb opto bozorda bo'ladigan bo'lsam deydi, o'zidan o'zi shu metalar paydo bo'la boshladi. Har xil shunaqangi kapalaklar uyda ushlab uchib yurganini ko'ra boshladim dedi. Ana bular hammasi uyda shunaqangi yemirilish, demak barakani uchish jarayoni boshlanganini bildiradi. Keyin ro'zg'orda ham dedi, mana shu men dedi bitta narsani sezdim dedi, qanaqadir xuddi bir magiyaga o'xshagan narsa bo'ldi. Men dedi o'zi to'yimda o'zimga juda ham chiroyli idishlar olgandim. Ro'zg'ordagi ishlatgan kastrullarim hammasi ham yaxshi edi. Sekin asta dedi, qanaqa yo'l bilan deydi, bitta ikkita shu lab uchgan pilla yo bo'lmasa choynaklar qatadir masalan dars ketgan deydi. O'sha narsalar ko'payib ketibdi, bilmayman qanaqa paydo bo'ldi deydi. Deydi, o'zimda oldingi servislarim dedi sinib deydi, o'rniga deydi qanaqadir mahallani kosalarim shular hammasi aralashib deydi. Ertalab choy ichayotganda bundan qarayman deydi, oldingidek nabor emas, har xil pellada choy ichamiz deydi, lab uchgan deydi, shunaqangi deydi, bednis deydi, shunaqa shiddat bilan deydi, men o'sha kuxnyamga ham deydi, kuxnyaga kirib keldi, uni men seza boshladim dedi. Keyin ana keyin elektr priborlar o'zidan o'zi anaqa buziladigan bo'ldi deydi. Magnitofonlar buzilib yotibdi, chang bo'lib tashiyman desam, erim yo'q, uni ishlatamiz, bu pulga kelgan narsa deydi. Hatto unaqa magnitofonlar hozir уже ishlatilmaydi ham deydi. U keyin televizorimiz ham buzilib qoldi deydi. Hozir deydi o'sha plazmali televizorlar chiqqan deydi. Yo'q, o'sha oldingi deydi o'sha Royson televizorim deydi, borib uni remont qilamiz deb deydi. Qatdandir master olib keladi, master deydi, ichini kovlaydi deydi. Ranglari ham deydi har xil bo'lib ketgan. Bolalarimiz multik ko'raman desa deydi, o'sha rangini ham ko'rib bo'lmaydi, bir tomondan bolaga qarab rahmim kelib ketadi. Lekin ana shu kambag'allik shunchalik darajada kirib kela boshladi. Men o'zim deydi, o'zimni naqamda bildim. Bu qanaqasi men deydi, ro'zg'orim, uyim deydi, hammasi shunaqangi bir eskilikda hidi kelib turadi deydi. Shu pardalar hammasi deydi eskirib ketdi, yangisini ololmayman, yangisini olaman deb borsam deydi, chiroylari bor deydi, lekin menga pulim yetmaydi. Keyin ko'rpachalar deydi, ko'rpachalarda ham deydi shunaqangi bir qanaqadir eskilikda hidi, qanaqadir zax hidi keladigan bo'ldi deydi. Men shunda bildim, bu kambag'al hidi qanaqadir uydan uyi o'zini deydi eskirgan narsalar hidi bo'lar ekan deydi. U ham yetmaganda yana deydi, keyin kommunal xizmatlardan deydi nima deydi, qarzlar ko'payib ketdi. Har doim deydi, men 1 yillik shu peniya kelib o'sha qanaqadir sudga berganda o'shandagina borib to'layman, boshqa paytda men hech har oyda borib to'lashmanda deydi, unaqa rejimi yo'q, chunki pul yetmaydi deydi. Ana undan tashqari keyin
mebelni ham deydi sekin asta deydi qayerdadir deydi shu shkafi deydi ruchkasi sinib ketdi deydi qayerdadir deydi keyin oshig'i deydi shikastlanib deydi eshigida qiyshay yotibdi shunaqa qilib deydi mebelni ham deydi o'sha eskirganligini bilinib turibdi deydi shunaqangi qilib mana bo'shliq jarayoni deydi shunaqangi kirib ketdi deydi bir kuni ishdan kelsam man oldin shu kulinariya kosmetika shunaqa nimalarga qiziqqanman deydi o'sha kitoblarim bor deydi o'shalarni hammasini borib sotib kelibdi erim ana buklincheskida olar ekan deydi u kopeyka совсем judayam arzonga oladi ekan mani judayam qiziq kitoblarimdi man uni studentlik paytdan yiqqanman desam deydi nima qilasan kitob o'qib deydi ana shu даже uydagi o'zimni oldingi o'sha kitoblarimgacha deydi hammasi sotilib ketdi ana bu man endi hozir tushundim deydi manda erimga nisbatan hech qanaqangi mehr ham qolmadi unga nisbatan hech qanaqangi mehr muhabbat deydi oldingi qanaqa hissiyotlar ham qolmadi bitta narsani tushundim tengi bilan demak shu tezak o'zini qopim bilan degan narsa to'g'ri ekan deb yig'lab yubordi rostdan ham bu yerda erkak kishi birinchidan ishlash kerak agar masalan bu ayol savdogar etapida bo'lgan bu bola u dehqon etapida unaqangi ko'p pul topolmagan rost ular birga yashagandan keyin birga bu demak intim отношениялар bo'ladi demak bir birini demak ichki dunyosiga kirib ketadi ayni bu yerda bu erkak kishi demak bu ayolga tenglash uchun o'sha savdoga etapiga yetish uchun demak ko'p ishlash kerak edi demak pul to'plashni o'rganish kerak edi ana undan keyin u tepaga sekin sekin ko'tarilardi bu ishlamasdan bo'shliq jarayonni olib kirgandan keyin ishlamay yotgan odam har doim bo'shliq jarayonni uyga olib kiradi bu ayol qancha harakat qilmasin bir ikki bo'lmaydi baraka ketadi bu baraka ham bu juda ham katta jarayon bu demak tepadan yuqoridan keladigan jarayon ana shu jarayonni boshlash uchun bu ikkalasi ham ishlash kerak juda ham ko'p ishlash kerak sekin asta mana bu hozirgi yengilliklar texnika bular hamma yangi narsalarni olib kirish kerak eski narsalarni sekin asta yo sotib yuborish kerak нуждаться qiladigan odamlarga berib yuborish kerak uyga yengillikni olib kirish kerak keyin mana qancha odam ko'p mehnat qilsa sekin bolalarni ham yo'qchilikka emas shu yaxshi narsalarni olib berib bolalarga pul yo'q degan narsani umuman gapirmaslik kerak chunki bu bolalar уже keyinchalik ana shu programmadan katta bo'ladida pul yo'q degan demak situatsiyani keltirib chiqara boshlaydi o'shaning uchun bu ayol keyin man yashamayman bu bilan deb endi o'sha razvodga bergan ekan hayotimni endi boshqadan boshlamoqchiman man qanaqa qilib baraka kiritaman deb shu savol bilan kelgandi mana bu yerda bu ayol o'zini mana shu kambag'allikda qanaqa boshlanganini bilib o'shaning uchun agar masalan pul yetmaganda borib tillarni lombardga topshirmoqchi bo'lsangiz yo uydagi narsani sotmoqchi bo'lsangiz bilingki bu уже kambag'allik boshlanib shiddat bilan kambag'allik kirib keladi kredit qarzlar bilan ehtiyot bo'lish kerak agar qanaqadir o'zingiz ishingizni ochmoqchi bo'lsangiz yaxshisi o'zingizni pulingizni yig'ib o'sha pulga boshlaganingiz ma'qul hali ishni yaxshi bilmaysiz keyin kredit olgan bo'lsangiz уже ikkinchi uchinchi oy siz уже kreditda protsenti bilan to'lashingiz kerak ana bu narsa ham keyinchalik kambag'allikda keyinchalik ana shunaqangi nochorlikda keltirib chiqaradi hurmatli obunachilar agar videomiz yoqqan bo'lsa layk bosib podpiska bo'ling izohlab qoldiring